Nish bo'ldi küçük. O bir parvon ekan-ku. Tinchlangan, bu kabi hech kim sen tuydirmay kiranmaydi. Biz ilgari boqadigan peli qurti esingdimi? O ana shu qurt. Hozir cho'ng bo'lib parvoniga aylanibdi. Durust. Hasharotlar dunyosida bunday o'zgarishlar pat-pat bo'lib turadi. Lekin hayvonotlar hargiz boshqa bir tabiatga o'zgarib ketmaydi. İnsanlarmı şundak. Lekin Allah insan g'azab qilib ularni tuvan darajaga tushirmoqchi bo'lsa shundoq bo'ladi. Tinch o'ltiringlar. Men sizlarga shanba kunining hurmatida saqlamaganlarning hikoyasining davomini aytib beray. Dengiz bo'yidagi ayla aholisi baliq tutishga tayinib turmush kechiradi. Har haftasi shanba kunlikda baliq tutish ularga harom qilingan edi. Ularning askiligi va zulmi tufaylidan baliqlar haftaning hamma kuni yoshirinib, faqat shanba kunlarla oshkora bo'ladi. Ularning ishidagi yomon odamlar baliq tutish harom qilingan kunda to'r tashlab, at to'r baliqlar bilan liq to'lganda yig'ilishni planlashdi. Tez bo'l Shamxon, chopsan. Men to'rlarni kontrol qildim, baliqchilar usti. Ovozingni past qil. Bundaq vaqirsan, kentkilarni uyg'otib yutasan. Endi chopsan tarqilib ketinglar. Xayrlik atiga maymun. Sening ko'p baliq tutishingni umid qilaman. Ha, menmi shundaq? Hay, baliq to'rlar qani. Sen to'rsiz baliq tutmoqchimi? Shundaq. Yo'q demoqchi edim. To'rni unutib qoptiman. Hozirli berib akilay. Shamxon, sen men bilan birga chiqamsan-ya? Yo'q. Men o'chqini essam baliqchilar ustisi maymun bilan ishlaymikan deyman. Oh, ixtiyoring. Men hech kimni o'zim bilan hamkorlashishga majburlamayman. Nemishqa uningga men bilan ishlayman deysan. Endi u bizdan gumonlanadigan bo'ldi. Balkim bu chora bayqilib qilishi mumkin. Undaq bo'lmaydi. Biz hozir dengizga chiqib, ulardan burun qaytamiz. To'rlarimizni kichik qo'ltiqlardan chiqaramiz. Bu bo'ladigan fikrkan. Qarasılar baliqchilar ustisi. Bu biz bütün ömrümüzde tutib baxmagan ko'p baliqkan. Gap qilmay to'rlarni chiqaringlar. Boshqa baliqchilar qaytib kelishdan burun tez bo'linglar. Nima degan katta omad? Ha, men yolg'iz to'rlarni chiqaramayapman. Yordamlashinglar. Aslida, mushu shanba kunligi tufaylidan shuncha baliqlardan quruq qolib ekanmiz. Biz birli baho qo'yamiz. Baho talishni xohlamaymiz. Esalada bo'lsin-ki, bu kanatda baliqlarning hammasi faqat bizning qishimizdalar. Tushundinglarmi? Bu baliqlarni nerdan kelding maymun, ha? Maymun? Men degan baliqchilarning ustisi. Beadab. G'alit savol bu. Baliqlar faqat dengizdan keladi. Sizlar bir odamning daraxtdan baliq tutganligini bilamsizlar. Bu baliqlarni esadin nerdan akelding, ha? Men dengizga chiqdim. Lekin birmi baliq tutamadim. Bu sening mening mahoratimni, o'zingning farosatsizligingni e'tirof qilganligingdir. Balki bu bir hiyladir. Sen bu baliqlarni shanba kuni tutgan gap. Baliqlarning yengiligi sening yolg'onchiligingni isbotlab turdi. Sen baliq tutish harom qilingan tungi kunda to'r tashlab, bugun suzgan o'xshaysan. Shundoq qildim. Sening nima ko'ring? Angla maymun. Biz sening ochko'z, buzg'unchiliklaringga bardoshlik bera olasakmi, lekin Allohning g'azabiga qilishga, shariatimizga hali ishiltishingga sukut qilib turmaymiz. Pat yaqinda hammamizga Allohning g'azabi keladi. Muboda buni yoqtirmagan bo'lsanglar, bu kentni bizga tashlab chiqib ketinglar. Bu sizlarning yurtinglar bo'g'inidek, bizning yurtimiz. Bu yerdan hargiz ketmaymiz. Anglanglar jamoat. Biz ikki perqining o'tirsini ayirib turadigan bir tam so'qayli. Men seni bu taklifingga qo'shilaman. Shunda qilsak, bizni hech bir mag'lubiyat va o'chmanlik beharam qilmaydi.
Men bu qo'shilaman. Shunda qilsaq, mening ko'zlarim Allohning g'azabini keltiradigan ishlarni ko'rmaydi. Ular bu kentda bizdan cho'ng yerni egilib oldi. Ularni qo'y. Men munozirani xohlamayman. Biz ularga tankilamaymiz. Chunki bizga qo'shilganlarning ko'pinchisi ayollar, balalar va qiyirlar. Tomni teximi egiz qilinglar. Men bu yalantoshlarni ko'rishni, hatto ovozni anglashni xohlamayman. To'saq tursimi, yana ularning uchchaylarining ovozini anglayotamiz. Ularning uchchaylari ochliqdan ko'kirayotadi. Fasil tam so'qish fikri mening fikrim ekanligini unutib qolmanglar, ha? Elinglar, bizga mushtaamni bergan Parvardigorga shukr qilinglar. Alloh xolisa, atil ahvolimiz o'ngshilib ketadi. Shanba kunlikda bo'lsa, Allohga qulchilik qilib duo qilishimiz kerak. Juma kunlikda o't qalash fikri qoltis fikr bo'pti juma. Shundaq. Biz shanba kunlikda o't qolganning gunohiga qanmay turib, o't sinalaydigan bo'ldik. Dengizga to'rlarni tashildinglarmi? Albatta. At ko'p baliqlarni tutib, qo'llarimiz oltin kumushlarga to'ladi. Asirmikin, ha? Baliqchilar ustasi. Men kambag'al qo'shnilarimizning xopiligi va ocharchiligini bilish uchun ularga bir qarab baqay. Men ularning qattiq nonlarni dengizning suyiga chilab yeyotganligini angladim. Bu bo'ronli havoda nega ketyapsiz? Tamning keyinda qo'shnilarimizni yo'qlab kelaymikin deyman. Nimishqa? Bizning ularga kuyinish va nasihat qilish majburiyatimiz bor. Alloh halok qildigan yoki qattiq azob bilan azoblaydigan qavmga nimishqa nasihat qilasizlar? Allohning oldida oqlanish uchun xotin. Nima demoqchisiz? Men Allohning kechirimiga erishishimiz hamda Allohning bizni o'z majburiyatimizni va bizga farz qilgan ado qilganligimizni bilishi uchun kentimdagilarga nasihat qilay da'vataman. Meningcha ularni azobga tashlab qo'yganingiz yaxshi. Chunki ular nasihat qilishga loyiq emas. Nimanchi ketdik bu? Ah xudo. Bu kirimsiz chirakimning, ah xudo. Bu menmi? Voy xudoyim. Hey Las, qaynisan? Yusufni bilishim kerak. Onun beni bu holat ko'rishni xohlamayman. Ne ketdi bu ayol? Mening banan, purchoq degandek mevlarni bak yigib kelyapti. Maymun. Hay xaloyiq. Men bir yov maymunni ko'rdim. U qayerdan kelgandi u? Bizning kentimizga qandoq kirgandi u? Ha? O kulyapti. Sening ovozing menga Shamxon ismli bir qadinas do'stimni eski silyapti deysa. Men shu Shamxon, lekin men maymun emas, adabga kerak bo'lmayman. Uqdingmi? Meni to'la maymun deguchi bo'lma. Sen maymun, qarapaq. Maymun degan sen. To'xtanglar. Bu maymun kim endi? Men bilasizlar ustasi maymun. Maymunlarning cho'ngi degina, ha? To'xta. Men tushundim. Asli biz hammamiz maymunlarga aylanib qopdimiz. Voy tangrim. Sen bir maymun turib nimandaq aqlliq. Buni bizmi bilamiz. Muhimi biz endi qanday qilamiz? Bundoq maymun oldimizda boshqalarning oldiga qandoq chiqamiz? Ha? Biz hammamiz maymunga aylanib ketgan ekanmiz. Baribir o'xshash, qaysi holatda bo'lsa davomli yashayveramiz. Beliq setib oladigan birmi odam yo'q, qanday qilamiz, ha?
Sodigar bizga biz uchun banan ilib kelganinglar beliqdan yaxshi dedi. Biz bu dengizdan qandaq banan tutimiz kalva. Aha, to'g'ri deysan. Bu cho'ng bir mushkulchilik. Vah, bu kentdagi qo'shnilarimiz nima ketgandi o? Bu maymunlar nereden keldi endi? Samhun maymunga o'zgarmabdi-ku. Men altınlarımның həmmini berib bolsumu, aman bir günü insanlıqqa qaytıman. Biz onuğa özümüzün hoşkat, əhli və buradarlar ekanligimiz deymizmi? Bəlkім onun yardımı tegib qalar. Yo'q, mening mərtəbəm bununğa yol qoymaydı. Mərtəbəyə maymunlarning nima keragi, ha? Kechiring, maymunlarning mərtəbəsi bo'lmaydi, Samhun janoblari. Beliqchilarning peshvosi. Ha? Bu odamlarning ovozi o'g'i. Bu qanday qishadi? Biz sizning qo'shnilaringiz va yurtdoshlaringiz. Biz bugun shunday ahvolda o'ygandik. Allohning yordami bo'lmasa, qo'limizdan hech ish kelmaydi. Bizning insonlik ortimizga qaytishimizga yordam qila olamsiz. Men qanday yordam qila olaman? Bu Allohning amri tursa. Ey xaloyiq, ey maymunlar demoqchi edim. Sakrashdan to'xtab, men quloq selinglar. Nima demoqchisan, ha? Maymunlarning oqsoqili. Biz yangi turmushimizni o'rinlashtirish haqida o'yinib beqishimiz kerak. Ammo o'ylada yemaklik tugdi. Ba'zilarning o'rak olashda chin turvag'anligi tufaylidan kemalarning hammasi eqib ketdi. Biz o'ynab o'tdik. Qanday qilamiz? Ati nima yeymiz, ha? Bu muhim savolkan. Meningcha banan va üzüm yeylik. Mening intayin yaxshi bir fikrim bor. Biz ayollarning oltinlarini elib, uni bananga almashtiraylik. Bu fikrni aytdi, yaxshi bo'ldi. Yo'q. Bu hamoqatlarchi fikir. Men oltinlarimni qat'iy hech kimga bermayman. Sizlar ham xiyol qilmanglar. Mening oltinlarimga chiq qilmanglar, uqdinglarmi? Men hech kim. Meni qo'yib etinglar, oltinlarim, mening oltinlarim. Allohga shukr. Beliqlarmi dengizga qaytib keldi. Alloh bizga rizq qilib bergan bu beliqlarni beliqchi qarindoshlarimizga bo'lib bergan. Azroq bir qismini yeb qo'ygan. Tamning keyindagi bechora qo'shnilarimizga sadiq qilaylik. Bo'lamdi. Ularni mening esimga solmag'in. Ular kunduz to'xtamaydi, talash, varang-churun qiladi. Kechasi tong otguncha yig'izara. Voh kechishdan to'xtamaydi. Bu Allohni g'azablantirgan kishilarning jazosi. Agar gunohkorlar Allohning jazosining qo'rqinch ekanligini bilgan bo'lsa, bunday qilmaydi. Tez bo'laydi, tez bo'l. Kashki, biz maymunning so'zini anglagan bo'lsak-chi. Bizning hammamizning qo'rsig'i ichib kelsa, faqat maymunlar yemaklikka erishib o'tadi. Xorqig'uchi tomoq. O'lim uningdan ko'p yaxshi. Men hozir sizlarni intayin hayron qoldira olmayman. Men sizlarga dehqonlarning xamirini qandoq non qila oladiganligini ko'rsatib qo'yay. Biz buni dehqonning xamiri deb faraz qilaylik. Mana qaranglar. Bu ko'na harakat. Boshqasini bilmamsan, ha? Men sizlarga dengizchilarning bo'roning uchigan chaqda qanday qildiganligini ko'rsatib bera olaman. Ular tezlikda kema hodisasiga esiladi. Mana bundaq. Ondan keyin qo'rqinchdan lag'ildab titraydi. Mana bundaq. Shamolni aytib kuchli chiqardi. Mana bundaq. Qaltis, mana bu bananni ol. Endi bizga maymunlarning sudan qanday qutuldiganligini ko'rsatib qo'ygan. Uni sudan chiqaringlar. Endi ko'ngil ochaylik. Qutulsunlar! Men cho'kib ketyapman. Ular o'zlariga qilingan vaz nasiyatni qabul qilmagan chaqda yomon ishdan man'i qilguvchilarni qutqizdik. Allohning amridan chiqqanliklari uchun zolimlarni qattiq azobga duchor qildik. Ular nahiy qilingan narsani tark etishdan bosh tortganliklari uchun ularga xor maymun bo'lib ketinglar dedik. Ular Alloh rost aytdi.
Şundaq qilib, şənbə gününün hörmətini saqlamağanlar, Allah'ın şəriətiga eli işiltidiganlar yoki o'zlarining turmush ishlarini yaratquchi va rizq berguchi zotdan obdarroq bilimiz deb o'ylaydiganlar uchun alomatga aylanibdi. Bandalar Parvardigori qarshilik qilgan chaqda insonlik martabasidan hayvonlarning darajasiga tushib qoladi. Allah xolisa sizlarni at yaxshi holatda ko'rgayman. القرآن زي ما دلنا على سكة نور وسعادة، وصل لنا قصص الحيوان نتعلم منها زيادة، علشان ربنا بيحبنا نزل لنا أحلى رسالة فيها محبة وخير وسلام، رحمة من المولى تعالى. كل حيوان معجزة، حكايات كتير عبرة وعظة، تعالوا نفهم الحكاية وإيه غرضها وقصدها. مضروبة لينا الأمثلة، سهلة وبسيطة المسألة، حلوة الحياة طول ما القلوب خايفة يا ناس على بعضها. الحيوان لو سمع الندى للفدا عن روحه يتخلى، التضحية من ضمن صفاته اللي بيها بيتحلى. المفروض إننا نتعلم من كل ده على فكرة إن العمل الصالح دايم في الدنيا وفي الآخرة. كل حيوان معجزة، حكايات كتير عبرة وعظة، تعالوا نفهم الحكاية وإيه غرضها وقصدها. مضروبة لينا الأمثلة، سهلة وبسيطة المسألة، حلوة الحياة طول ما القلوب خايفة يا ناس